Graf Monte Cristo o'qishni boshlagan haqida post qo'ygandan keyin buni qarangki, maktabimizda 8 nafar o'quvchi kutubxonamizdan Graf Monte Cristo asarini olib o'qishni boshlabdi. Bundan juda xursand bo'ldim va bu asarni kunma-kun, ya'ni kim o'qigan joylarimni bayon etib borishni o'zimga vazifa qilib qo'ydim va sizlarni boshlaymiz. Graf Monte Cristo asari boshlanishi Marselda boshlanadi. Faraon kemasi kapitan yordamchisi Edmond Dantes kapitan vafotidan keyin kema boshqaruvini o'z qo'liga olib, Marselga kemani olib kelishga muvaffaq bo'ladi. Va bundan xursand bo'lgan kema egasi janob Morel keyingi kapitan aynan Edmond Dantes bo'lishini aytadi. Bundan Dantes xursand bo'lib ketadi va mana shunday paytda kemaning buxgalteri janob Danglar, ya'ni kim bundan xafa bo'ladi. Endi ko'rinmaydigan odamlar bizning yurtimizda ham bo'ladi, Fransiyada ham bo'lgan, hozirgi davrda ham bor, bundan keyin ham bo'ladi, bundan oldin ham bo'lgan. Danglar xuddi shunaqa odamlardan bittasi edi va u Edmond Dantesga qarshi fitnalar tayyorlay boshlaydi. Edmond Dantes samimiy 20 yoshga to'lgan, ya'ni baquvvat, zabardast yigit bo'ladi va uning suygani bu Mercedes. Nimaga BMW demanglar? Sababi Mercedes bu qiz ismi, mashina emas. Ya'ni Mercedes yoqtiradi. Mercedes bu ispan qizi bo'ladi. Endi ispan qizlarni kinolarda ko'rgansizlar, chiroyli, kelishgan, ajoyib, go'zal qizlar bo'ladi va Mercedesning ortidan ham juda ko'plab yigitlar yurgan. Xususan uni amakivachchasi Fernan ham uni yoqtirar edi, yoshlikdan yoqtirgan. Mercedes esa Edmond Dantesni sevadi va Mercedes aytadi Fernanga qarab: "O, men senga faqat aka sifatida qaraganman, ya'ni akamday bo'lib qolgansan, do'stimsan, lekin biz birga bo'la olmaymiz. Meni sevganim ya'ni Edmond Dantesdir. Men uni kelishini kutib o'tiribman intiqlik bilan" deydi va mana shunday sharoitda Edmond Dantes kirib keladi bu suhbat paytida va Fernanga, ya'ni kim g'azab o'ti bilan qaraydi. Bilmayman qanaqa qarash, o'qrayib qarasa kerak va men deydi, "Seni xonadoningda dushmanga duch kelaman deb o'ylamagandim. Mercedes bu nimasi?" deydi. "Siz dushman emas, do'st bo'linglar. Bu meni amakivachcham" deb u tanishtiradi. Mana shunday sharoitda Danglar bilan keyinchalik Fernan birlashib fitna tayyorlashadi. Bu fitnani esa keyingi qismda ko'rib chiqamiz.